Denov tumani tug'ilish ko'rsatkichi bo'yicha O'zbekistonda 4-o'rinni egalladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekistonda jami 879.599 nafar tirik chaqaloq dunyoga kelgan. Bu esa mamlakatimizda yangi hayotlar soni yil sayin ortib borayotganini ko'rsatadi. E'tiborlisi, Surxondaryo viloyatining Denov tumani eng ko'p chaqaloq tug'ilgan hududlar orasida 4-o'rinni egalladi. Tumanda bir yil davomida 12.406 nafar chaqaloq dunyoga kelgan. Eng ko'p chaqaloq tug'ilgan hududlar reytingi: birinchi Namangan shahri 18.524 ta, ikkinchi Urgut tumani 16.212 ta, uchinchi Andijon shahri 14.581 ta, to'rtinchi Denov tumani 12.406 ta, beshinchi Samarqand shahri 11.819 ta. Bu ko'rsatkichlar Denov tumanida aholining o'sishi va yangi oilalar soni ortib borayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Videoga like bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.